Yer göğü yaradan büyük Tanrı Taala'nın adı bilen assalamu alaykum aziz hormatly tomaşaçylar. Birinciden hemmeleriňize salamlar bolsun. Umid etýän ki nerede bolsaňyzlar sag we salamatlykda ýaşap ýören bolsaňyzlar, dünýäniň her küncünde bolsaňyzlar süýgüli salamlarymyzy siz azizlere takdim etýärys. Bugün görüşüňiz ýani mana 13-nji Ramazan aýy. Haladyk ki sizler bilen bir näçe maglumatlary paýlaşsak diýip Anhoy şäherinde Faryab welaýaty Gallamandawy'a geldik bizler. Bugünkü elbette ki barnamamız nırx nava, un, buğday, yağ, burunç, mana bu narsalar barada sizler için malumat toplayacak. İnşallah görüp hemmeleriňiz hoş bolsaňyzlar, hop, guwansaňyzlar diýen. Hemmeleriňiziň taat we ibadetleriniz Allah dergahynda kabul bolsun. 13-nji Ramazanyňyz gutly bolsun. Yetip gelýän elbette ki piş öňünden Roza bayramlarınız gutly bolsun. Diler dostlar, içergarşı mandaýyň içerisinde barýarys. Böre Anhoy şäheri Gallamanday, yani Buğdaymanday diysek hem bolýar. Baras dukandarlardan awal bilen kalantardan, yani kalantar diýdiğimiz näme diýdiğimiz dostlar? Kettekany, yani şol Gallamandaýyň kettekany bolýar. Awal bada şolardan bir musahibe geçiriyoruz. Ondan soň bazı satıcılar buğday, un, yağ, burunç bu zatlary satýarlar. Yani nırxlary barasında maglumat sizler için toplarız. Un kança, burunç kança, yağ kança we başga hububat bar. Bu narsalar nerden gelýär? Kança nirxi, bazarlar narakam bu barada sizlere bugün maglumat bermekçi. Biz bilen bolup durunlar. Hodoslar mana Anhoy şäheriniň Gallamandaýyna bizler geldik. Burada kalantarym bar. Gallamandaýyň yani buğday mandaý diýalda. Kettekany şular bolmaly. Gelýärs mana bularyň ýanyna maýda-maýda. Biz bilen bolup durun dostlar. Assalamu alaykum. Yaxşymysyz? Baharbamysyz? Aramysyz? Sagmysyz? Hoş gördük bugün. Hoş. Sagmysyz? Ramazanlar mübarek bolsun. Rozalar bilen narakam. Hawalar ısydamyň? Ya şükür. Hop, birinciden özüňizi görüjilere tanıştyrsaňyz. Salomat we här boling. Banda Hoji Said Akram. Raisi şu art buruşlar, baýsy kalantar art buruşlar. Hoji Said Akramman. Ho, Hacı sahip köp hoş gördük bugün. Narakam bazarlar, savdalar narakam bugün. Alhamdulillah şükür. Savda ýaxşy. Savda ýaxşy. Un köresiz, buğday köresiz nisbat ba yani 1 ýyl ýa 2 ýyl ýa 3 ýyl oldundan köre şüpheli hili arzon. Bir sir buğdayny 140 afgandan illa 150 afganaça ba. Ve bir bujun 1200 afgany illa 1300 afganaça ba. Bir wagtlarda bar edi ki yani 2 ýyl ýa 3 ýyl ýa peş az imaratdan awal bir bujun illa 2000 afganaçam çykkan edi. Şükür tujarlarymyz getirip toqtapdy, Özbekden we Qazaqdan mal keladi ve buğdaya marzon. Şükür nirxni, qiymatni tayin qilayotgan xorij. Uni buğday xorijdan keladi. Şükür mardimda qiymatni borasida hech bir nigoronlik yo'q şükür. Faqat zaminay kor musoid bo'lsa mardimga boshqa mushkul yo'q. Köp yaxşı. Sağ olun Hacı sahip, bu dukanım özünüzdenmi? Kalantarlıktan başkadan dukandarlığa metýär ekeňizde? Bäli. Yani kalantar diýdiňiz, reis diýdiňiz bolýar. Bäli. Şu Allahplaryň o burunç satýar hem çiziki bir narsa mandaýda satylýarmysy siz? Bäli. Bir reis diýsin, başlygy diýsen şu şekilde bolýarsyňyz. Bäli, şurada köresiz şu dükana iki boş şurada un satady, pirinç satady, yağ satady, şu sahy marketi Allahly. Şu un proşlaryny umuman hamasynyň reisi bolaman şükür. Ramazan gelinden beri narakam narxlar. Ramazan kelgenden beri hem ve Ramazandan awalam. Qaysi bir tagyrat ýok. Awal bu nirx iki bo un buğday dolara keladi, irtibot oladi asar xorijiýa. Dolar ham takriban 84'e çıkan edi. Bar film pasine dobara 80 70 20 pul dolar arzon bo'ladi. Dolar har qancha arzon bo'lib kelaversa, buğday un arzon bo'ladi. Chunki xarijdan dolar xarid bo'lib kelýär, şoň üçin hem eger dolar göterilse, un ham göterilýär. Taban. Agar qiymat dolar bilan kelsa, uni buğdayning narxi bilan ketadi. Faqat shu narxni xorij tayin qiladi. Kelayotgan joyi O'zbek, Qozoq va Rusdan ham keladi. Xorijdan keladi. Rusu yani Özbekistan ve Kazakistan'dan geliyor unu. Kazakistan'dan keladi, bäli. Ho, yağ nereden geliyor son? Yo'q ham Qozoq, O'zbek va Rusdan keladi. Koyun varıp duran bir bucu un Kazak bolsa, yani awalin derece bolsa, derece awal bolsa, birinci derece bolsa, narxı kança bir bucu unun? Bir bucun bori taqtan un endi sofar deb aytamiz.
Shu so'par ular ham shu pullar bir bo'jisi taqriban 1400 dan beriroq bo'ladi. O'sha ular 1600 afg'on edi. Taqriban munosabati ko'rsa, shoyad 1380 afg'onga tamom bo'lsa, 1370 afg'onni shu pullar tamom bo'ladi bir Ko'p bo'jisi yaxshi. so'par. Narxida ko'p arzon. Arzon, narxlar arzon. Endi agar bizlarni mana shu Qo'shtepani suvi kelsa, shu kanal ekish pullar ishlari jarayonda Afg'onistonda xosan shu shamol mantiqa Poryob zaminda zamin hamvor ko'p ziroat bo'ladi. Bizlar bir kishvar ekish pullar yagona vorid kunanda. Taqriban 90%. Agar bizlar mana shu suv kelsa, Qo'shtepani suv kelsa, kanal Qo'shtepa shu yerda baxir ishlari shoyad sol oyanda moy sumbilaycha baxir buni ishi taqriban takmil bo'ladi. Suv jarayon topadi albatta. Ko'p yaxshi. Shu holatda bir kishvar bizlar bo'la olamizki, sodir kunanda bo'lsa, joyga vorid kunanda. Sora u vaqtda inshaalloh ko'rasizki, bu narxlar barafilan shoyad shu narxlarni nisba narxlar kelsa va xayr. Ya'niki 100 afg'onga shoyad bir sir bug'doy yo un kelsa umid etamiz va xayr. Agar Anxoyda bo'lkissa olimiz ham hamal ham yaqin keldi. Agar Anxoyda bo'lkissa narxlar ne raqam bo'lar diyorsunuz? Ya'ni sizning pesh bildingiz ne raqam oyanda bu yilning kelishi ne raqam? Yilning kelishi shukr yaxshi. Borandagi yaxshi Anxoyni yagona iqtisodi ziroat va moldorlik, choradorlikka irtibot topadi. Shunday ko'rasiz, yilning kelishi yaxshi va choradorlik, moldorlik bo'lsa, ziroat bo'lsa, zamina ish mardimga topiladi. Zamina ishga topildi, hamma bekor qolmaydi. Shu bilan ba'zi do'stlarimizki bu xorijga ketadi, Eronga ketadi, yo boshqa kishilarga ketadi, bir olam mushkulotlarni ko'radi. Lekin ishlasa ish topiladi shu yerda ham. Agar xorijga ketib fikr qiling, bir odam 20 ming ishlarda bo'lsa, shu o'z vatanida 10 ming ishlasin, yo agar 6-7 ming ishlasin, ham vatani obod bo'ladi, ham shu pomila fikri orom bo'ladi. Ko'ramizki, javonlarimiz qancha mushkulotlarga giriftor bo'lgan. Shukr, narx boradan bir odam shu o'zida ishlasa 400 afg'on ishlaydi. Shu 400 afg'onni bozorga olib kelsa, 3 sir bug'doy bo'ladi. 3 sir bug'doyni agar un qilgan surati fikr qiling, bir pomilga 300 kattaroq pomil bo'lsa, bo'lmasa kichikroq pomil bo'lsa, bir hafta guzoron bo'ladi. Ish ham yo'q emas. Shukr, amniyat bo'lsa, hamma zot bo'ladi. Amniyat bizlar amniyatdan shukr barxurdor bizlar. Shukr Xudoga. Imorat kelgandan beri va idorati davlatlar o'zim bosh shukr o'g'li sol so'ba shaxsiyati donishmand va qo'mondon so'ba amniya va mudir so'ba istixborot bir shaxs olim. Bu idorat davlatlar bizlar bilan xeyli hamkor, amang bir mushkulotimiz bo'lsa va kecha agar kunduz bizlar tamas barqaror qilsak, on va javob beradi va mushkulotimizga rastagi qiladi. Teşekkür, salomat bo'ling Hoji so'yib. Xo'sh bo'ldik beren ma'lumotlaringizdan. Teşekkür. Ko'ruvchilar agar biron poyamingiz bor bo'lsa, ko'ruvchilar xosam javonlar mani aytchoq poyam shuki, mujoratdan kada o'z muhitini, o'z mantiqasini, o'z vatanini obod qilsa va ishlasa, boru xorijga borurki, fikr qiling, darrov aytib o'tdim, 20 ming ishlasa, kelo vatanni 5 ming afg'onni topsa, ham vatani obod bo'ladi, ham pomili fikri orom bo'ladi. Javonlar mana bu raqam saradlarda va azoron mushkulotlarda qolib darbadar pomili fikrini orom emas. Matta joyga ko'ramiz, ketgan nafarlar shu qochoq bolalarni qo'lga shu bir olam pomillarni darbadar qilib, ular dubora shu o'g'rilarni qo'ldan nijot bejo bo'lib, millat mardim darbadar bo'ladi. Natana o'sha pomil bebazoatlikdan pomil avlodini yevoradi. Va u dubora o'la boradigan bir qochoq bor, bir o'g'rini qo'lga tushadi, buni undan pul to'laydi, bundan pul to'laydi, darbadar diga 20 pomil diga darbadar qiladi. Shukr Xudoy, mana ilo'z bo'lib kelyapti, zamina ish mayo bo'lib to'xtabdi, ishlayotgan nafar ish topiladi shukr. Xo'sa mana shu mandazda o'zida bizlar shular 20 yo 30 nafar korgar bor. Shular bekor emas, ishlab o'ltiribdi. Javonlar ham men faqat payomim shuki, vatanni obod qilsa, nisbat boshqa kishilarga borib xizmat qilayni, o'z vataniga xizmat qilsa ham savob, ham xurmo, ham vatani obod bo'ladi, ham ro'zg'orga va fikri orom bir luqma non halol olib boradi. Sağ olun, teşekkür ma'lumotlaringizdan. Xo'sh bo'ldik. Salomat bo'ling. Xudo so'rash sayb bilan albattaki kalantari shul bug'doy parlamanday, ya'ni bug'doy manday. Bulardan ham sizlar uchun ma'lumot oldik. Umid etayonki, bularning so'zlaridan eshitib ham bahralanasizlar. Yana ham aylanarsiz baxay biz bilan bo'lib turinglar. Yana ham bir dukanning eshigida qarar topan.
Görüyorsunuzlar buğday un börde örgüle, aşağıdan mana börde buğdaylarım serigle. Biliyoruz bu dükkanında kim eken, kim var eken, kimin dükkanı eken. Bizlere näme deyip geplep veriyorlar, ne rakam malumatlar veriyorlar, tanışarız. Biz bilen bolup durun dostlar, gozganman hiç yere. Hizmetinizde bakar mana İbadullah Başım kamera bakışında bizlere yardımlık etti. Teşekkür İbadullah. Bugün umid ediyorum ki barnamamız hemmelerinizin yüreklerinizden jaylanmasa, lezzet bagışlanmasa geldik yenem. Men ki bu adamı tanıyıp oturuyorum. Selamun aleyküm. Wa alaykum assalam. Qalaysan? Bakırvansız, Samim Bakırvan, uçmin, Samim, rozalar bilen harman. Rozalarni hiç taydan Taatı ibadatlarınız kabul olsun. Ilahi Hoş bulduk bugün mana buğday mandayında sizi gördük, dükkanınıza geldik. Ne rakam görüyorsunuz? Yaxshi bo'ldi, ko'p yaxshi bo'ldi. Xush kelibsiz. Birinchidan onda meni tanıyorum sizi. Görücülerden özünüzü öz dilingiz bilen tanıtsanız yaxshi bo'lar. Men Abdulhakim Qari. Mana shu yerda buğday, arpa satib, un satib, shunday narsalar satib o'tirsiz. Arpa, buğday, un. Hova. Dinge şu üçünü satıyorsunuz başka. Hay, boshqadan zig'irim bo'lsa, qaysi daram bo'lsa olib satib. Zig'ir dediniz yaxshi yada saldınız. Zig'ir barada bizlere malumat bering. Zig'irning sirisi qancha bo'lar unda? Zig'iring serisi 265, 270 vani. 270 var. Ne rakam karvarlarınız, ne rakam satuvlar, aluvlar deyin merdin, ne rakam qatnaşıyor qallamanda ya. Ko'p yaxshi bilar, o'z yepamizdan xush. Xo'shmi? Hova, ko'p yaxshi. Ko'p yaxshi. Ilohim xo'sh bo'lib yuring demisha. Hova. Xo'p, bir buji barib turan darajaga avval un bo'lsa, ya'ni qazaqi bo'lsa qancha shugullar bozorlarda? 1400 apqani. 1400 Yaxshi apqani. barib turadi. Barib turadi. Hova. Ya'ni kiknan yandan bo'lyapti. Hova, shuna garantiya hova. Xo'p, siz aytsangiz Anxoydadan termayda bo'lyapti, Qarishdan ham kelgan Anxoyinqi bilan Qarijinqining tafovudi nima bo'lyapti? Ne raqam ko'ryapsiz shuni? Endi pisadına bağlıdır o. Aha. Bazıları 100 pisat diyor, bazıları Aha. 70 pisat, 40 pisat, 50 pisat. 50 Ho. pisatında olsa kepek koprak oluyor. Xo'p, 50 pisadında kepek ko'proq bo'lıyor. Ova. Ya'ni 100 pisad bo'lsa bir dana kepek Ana bo'lıyor. şöyle pisadı bağlıdır. Men fikr etýonki, şu 50 pisad yaxshi bolýandy. Ha, 50 Nämçinki kepek var qadim bizleriň mamalarymız, babalarımız aytýarki, kepekluň insana paydasy kan diýär, dogrymy? Hava kepek. Hem nan mulayim gelýär. Dogrymy? Ras makula ras etýärsiz. Nan mulayim gelýär. Eger 100 pisad bolsa, sahal bolsa qatypam durýar. Nero katıyor ha, şu şen pilav Onu bulamazsın. kulça gayretse ana yaxshi bolýar-da. Ha kulça, şuna narsalar koşuyorlar ona. Arpa ne rakam bugünler arpa? Arpadan valkıdan göre arzaladı. Arzan deyim. Ha 25 rupiya, 20 rupiya veriyoruz. Xo'p, 125. 120 çava. Xo'p, ko'p yaxshi. Teşekkür Qariyaga beren ma'lumotlaringizdan Hoş vaqtingizni almayın. Sizin Xudo geçirin zahmet verdim size bugün ma'lumotlaringizdan bir dünya Teşekkür. minnettar. Görüyorlar bilen payamınız bolsa aytib biliyorsunuz. Salavat bulun, hemmelerinizde salam yolluyorum. Hemmelerinizde Sağ olun, Hoş, teşekkür. hoş. Bereketler. Teşekkür, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun dostlar, sizlerden taş vaqta çekip biz bilen bolup otyrsыңızlar, hawsalamatliklaringizdan bir dünya minnettar. Faqat qaldindi dostlar. Birinchi manday. Birinchi baradan sizlarga ma'lumot berasiz, ondan so'ng siz bilan xayrlashamiz. Bizler yine bir dükkanın yanına geldik. Mana böyle görüyorsunuzlar un, arpa, hoş, yarma diysem mi mana kıpkızıl buğdaylar var. Daima buğday bilmedimler mi ya suğulu mu bilmedim mana kaysına rakım buğdaylarını. Şurada bir yaşlılarımızdan yine bir oti sizler için bulardan bir malumat sorarız. Biz bilen bolup durunglar, Qozgan manjık oturuň dostlar. Bugün bizler Anxoy şäheriniň gallamandagynda. Assalamu alaykum. Yaxşymysiz? Baxyr barmyň, uçmyň, teklemyň, janyňyz jormyň, wagtyňyz hoş. Dükürdäp şapalap dökülep ýörsiňizmi? Xudoga şükür, xudoga şükür. Oturşuňyzlar qynama roza hala getdi. Ya, xudoga şükür, ro'zani sharofaty bizda ko'p tap. Xush, xudoga şükür. Tani bu yil ro'za bildiren yo'q. Ho, bu ýyl bildiren ýok. Ya. Issidalda hawalar ýaxşy, şoň üçin bildiren ýok. İnşallah mana şaraýatlar. Şunu azraق isse. Ya bo'ladi, muncha bo'lsa bo'ladi. Shu issiqqa zarurati bor, shu o'tib cho'pildi ham. Ha, Xudowandy karim o'zi issiqni ham bizga lozim ko'radi. Adyňyzy tanıştyrsaňyz görüp oturarlar, mana şu ýerde hemme görüp otyrsy hazır. Otim Ojigyaz, viloyat Poryobdan, Ulusboli Anxoydan. Aha. Bismillah. Ulusbaliyan Xoydan Anxoyň neresinden bilesiz? Anxoyny Şarnawdan, Xo'jayxob meçitdan. Ho, bizlere bir sir arpa gerekdi. Bir sir arpa berarsiz ya. Qancha berýärsiňiz bir sir arpany? Bir sir arpani 23 avgany berarsiz. 23 awgany. Ava, 23 avgany. Mana şu arpani bo'lsa, 23 awgan diýdiňizmi bir sir arpa? 123 avgany. 123. 23 dedim. İnşallah bozor arzon ketib to'xtabdi, qimmat ketmaydi inşallah. Umidimiz borki bizlarni o'z muhitimizdagi bo'lsa mana 70 rupiya bilan 80 rupiya. Ne rakam savdalaňyz bugünler? Bo'ladi savdodan ko'p rozi bizlar. 1,5-2 rupiya chiqadi. Shurildida 500 lira arpa sotsak, qarib 1,5 rupiya bo'ladi. Mardikor bozor bo'lsa 250 dan ziyod tutmaydilar bizlarni. Arpa alýarlarmy şularni ko'p Oladilar, alýarlar? Xudoga shukr, ko'p oladilar arpani ham oladilar. Mallar üçün ot çıkmasın Mollarni qo'yinlar bo'lsa to'ydi. Qo'yinlar bo'lsa to'ydi inshaalloh biron 10 ro'zda poda ham tuyar. Poda tuysa sonra mana shu porimi burdoq qilaykanlar, o'jay boqaykanlar shular oladi. Boshqa arpani kishi olmaydi.
Ho bir sir buğday qancha shpilla? Bir sir bug'doy ham 40 rupiya muravaji. 150 rupiya bo'lsa alosi. Barib turani qancha? Borib durani mana 150 55 rupiya. Buğday nereden geliyor? Hazır Anxoyning o'zida bo'lmoqchi Anxoydan kelgani yo'q. Anxoyda yo'q. Bug'doy shpilla bo'lsa sho'lgar buyini qara dedi. Dayma buğday va men shpillan ya. Shpilla sho'lgar dayma bug'doy Anxoyda keldi. 140 rupiyadan oldi, 45 rupiya beryapti biz 5 rupiya bilan. Sho'lgarni bir vaqtdagi buyini qara bug'doylar. 45 beryapti. Anxoyni o'ziniki keldi to'xtabdi bo'lsa, dayma bug'doy yagonta bironta olib keladi, 50 olamiz, 55 sotamiz. Ava, ana shu narsa. Un qancha shpillan? Una mana yaxshisi 13 rupiya. Un termaydalar shu yerda bo'lgan menga qarashda Yo'q, kelyapti. shu yerda ham bo'ladi, shu yerda bo'layotgan tarmaydalarimiz bo'lsa, mana shu aytayotgan bug'doydan bo'ladi. Uni 1200 rupiya beramiz. 170 rupiyadan bo'ladi, 165 dan kepayi chiqqan. Uni o'zini mardiman qo'yma, uni qo'ydi yagonta qo'shuv yemasa yemaydi. U xorijiy tarmayda yeydilar. Anxoyni o'ziniki ko'p qo'yma. Xorijiy tarmayda bilan Anxoyning tarmaydasini nima tafovut va qaysi yaxshi? Endi Anxoyniki yaxshi. Anxoyniki bo'lsa meddani zaif qilmaydi, kepayi bor. Xorijnikini bo'lsa kepayi yo'q. O'z bizlar yaxshi-da, meddamizni nafs qilib boradi. Xo'p, ko'p yaxshi. Tashakkur ma'lumotlaringizdan, ishlaringizga barakat. Barakat toping, Xudo rahmat etsin sizlardan. Toat ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Birzon sport sizlardan ham ko'rgan rafiqlar ham bo'lmasa, salom aytaman. Orom bo'lsinlar, mana shu sog'likni, shu oromlikni o'zlaridan uzoq etmasinlar. Shu kecha kunduz bizlar juda ham orom, juda ham so'lat. Shuni qadrini bilaylik bizlar. Hammamiz bilaylik. Nima uchunki ro'zani sharofatidan ya undan avval ham oromlik, so'lat, darvozalar ochiq, Xudoga shukr. Ko'p oromlik. Ro'zagirin nimalar arzonladimi, qimmatladimi shu narsalar? Mavodi, hamma narsa ham qimmat emas. Mana bu dollarimiz bir dafa burada 80 necha yashga ketdi. Hamma narsa ala oluvdi. Yana Xudoga shukr avvalgida mana shu man 70 va 20 paysadan ushatdim. Xo'p. Hamma narsa ham arzonchilik. Ha, inshaalloh bir narsani ham aytib, qarang, bir narsani aytib o'tay sizga bir narsa. Bizlarni mana shu Qo'shtepa havuzi suvi kelsa, Qo'shtepa havuzi suvi kelsa bizda ijroz zarurat emas. Bizda arpani ham bizda beramiz, xorijiy bug'doyni ham bizda beramiz, mevani ham inshaalloh 5 yildan sonra meva ham beramiz bizda. Xorijiy meva beramiz. Mana shu bozor o'rta 10 motor meva keladi, 2 lakdan bo'ladi, 20 lak bo'ladi, yala puf ketadi bizda. Mana shu narsani bizda beramiz. Lekin shu ketayotgan javon bachalarimizdan bizlarni o'lu yetti xotin bachasidan nomarim bo'lib 5 rupiya topay deydi. Agar shu suv kelsa, shu bachalar ketmaydi xorijga. Shu yerda sizning ishingiz bo'ladi, sizga aytim bo'ladi, meni ishim bo'ladi, yana bir tane ishini bo'ladi, dehqonchilikni yetadi, zot yetadi. Hamma narsa suvlat bo'ladi, orom bo'ladi bizda. Xudo qilsin, duo qilaylik, jumlaga shu suv kelsin bir bu oromlikni Xudo muyassar qildi, bu suvni ham bizlarga muyassar qilsin. Shu javonlarimiz, shu narsalarimiz ketmasin xorijga. Amin. Ro'zini, ro'zgorini ko'p qiyinchilikda o'tkazib, xotin bachasini qarang. Bir kecha avlod ustida bo'lsangiz qancha bir baraman bo'lasiz. Oqshom borib lazzat bilan gaplaysiz, o'ltirasiz, turasiz, donisiz, avlodlaringiz ham qaptolsiz. U musulmonlar nima uchun ketadi? Mana shu yerda 5 rupiya topmoq yo'q. Men darava aytib o'tdimki, bir sir arpani 1,5 rupiya bilan 2 rupiya bilan sotaman. Men sotmasam og'zimni och qarab o'ltiraman. Men 500 sir arpa sotsam 1,5 dan bo'lganda 750 bilan 2 rupiyadan bo'lganda 1000 bo'ladi. O'li mardikor bozor borsam menga 250 ni bermaydilar. 100 bersalar 400 bekor qolaman. Ana shu narsani siz bizlar bir yaxshi davlat bilan duo qilaylik, katta kishi duo qilaylik, shukrini bilaylik, lekin bizda ko'p oromlik, ostalik. Xo'p, inshaalloh baxir musofir yigitlarimiz ham har dunyoning har kunjida bo'lsa, omon sog' kelsinlar. Mana yurtimiz kunma-kun obodlik, farovonlik bo'lib boryor. Amniyat. Xo'p, Qo'shtepa kanali ham kelib qolsa baxir. Bularning aytish shekilli hamma narsa muayyan bo'lib qoladi. Butun Afg'onistonni bizlar bug'doy, meva hamma zotlar bilamiz. Chizik yerda bir zot ekilsa. Shu yerda bizlar o'zi har qaysi 2 motor, 3 motor bug'doy yuklaydi. Qandan ketiraveradi, traktorni to'xta dedi, ojog'i o'lchab ol. Ashpilla bizda 100 grammni bitiymiz, 100 grammni, 100 gramm. Ojog'i o'lchab ol, ojog'i o'lchab ol deb masalan 1000 sir keldi, ya bir 3-4 sir ziyoda, u farq etmaydi. Bir motor bug'doy mana men to'laman, menga bir motor bug'doy keldi, 100 grammini o'lchaylar Qo'shtepadan 100 grammini. Bu yerda ham 100 gramm. Bu yerda bir osh ziyod kelsa, bir talab bersangiz, ko'p bo'laversa bo'lib ketadi. Xo'p, sizdan bir savol etchakman. Xo'sh. Shu bug'doy u namaki alan bo'lsangiz, yana sizga bir xotira bo'lib qolgan bo'lsa. Nuqs ko'ran vaqtingizda bormi? Nuqson ko'ran vaqtingiz? Yo'q, Xudoga shukr, nuqs ko'ran. Bizda sora bunda borki bir annot bor, bir allop bor. Bizlar shu kuni olamiz, shu kuni sotamiz bir xil. Ana bironta juda bir pulni islam bilakir nisbatan ishtotuz yo'q. Qirg'alay bodiyanizni kam olsa, shuni oldi, nasiya naqd qiladi, shuni sotib yuboradi. Uni bunda odamlar olib qo'yadiki. Shu kun tapyapsiz yaxshi. Mana shu yilni aytib berishdi, shu yilni aytib beradi, biltir shu yil. Olib qo'ydilar birodar, Quddus bug'doyni olib qo'ydilar. Bir ertangi bir qarab o'talik kelib to'xtatdi. Endi so'radi gapingizni, vaqtingizni ham olaman. Qarab o'talik kelib to'xtatdi, bug'doy qancha ojog'i? Bug'doyni 150 deydimmi, 160 deydimmi? U bir avay aytdi o'zi, shunda yetib bizda,
500 koyunu satıp 200 Avrupa'dan buğday alıp koydu kunduzdan. Ha. Bildim ki o gapta aytan acağa dedim 20 arpa aşağı ettim yenem. Bak ot verdin içime dedi. Mana şu adamla bilsem pulu kup alıp koyadı. Öz işini katlab koyadı da öz işi dokandarlığına aytadı. Bancara ya diye iş ziyade işlemde pulu alıp koyadı. Bu ille bilse biltirem alıp koyan murşidi. Bu ille mana bu günah buladı. Bəli, bəli. Bu bul diye inşallah. Mana arpa alıp koydular. Avval özümün ne para arpa alıp verdim. Beri 35'ten alıp verdim. Şu pille 20 siyondan almayayım ben. Aha. Alıp koydum la annot başka, Allah başka. Xo'p. Ana bunda ya. Teşekkür. Teşekkür, sağ olun beren malumatlarınızdan hoş bulduk. Oran böyle bir cevap sponsorladım. Sağ olun. Allah rahmet etsin. Bereket Teşekkür. Görüp oturan dostlardan hemelerinden teşekkür. Teşekkür. Yine de maylanars biz bilen bolup turun birinci mandaydan barıyoruz dostlar. Aziz görücüler, mana bizler geldik mayda birinci mandaya geldik Astastadan. Böyle terpuruşluğum var eken bundan yanım birinci mandayı. Ana bir yaşlıyımız şurada dur. Ya o birinci bu narselerim satıyor ona bayöze. Birinci yok şekilde. Birinci var eken, yağ var eken ve başka narselerim var eken. Böyle selamun aleyküm acaba. Sağ mısınız? Bakay var mısınız? Uçmayın. Tekleyeceğim. Hani görüşelim. Allah yaxshi ming. Sağ mısınız? İşler yaxşı mı? Şükür Xudoga şükür. Ne rakam vazifeler, işler, savdalar ne rakam? Şükür bo'lyo. O birinciden şurada qarab oturanlara, görücüleri özünüz tanıştırsanız. Men Ulusvali Qo'rg'ondan Qariya Mehroboddan Settar Hacı bo'lyapman. Settar Hoca, hoş gördük bugün namı Xudo dukanınızda. Mahi mübarek Ramazanım kutlu olsun. Taadu ibadetleriniz Allah dergahında kabul olsun. Allayım. Allah. Hoca, ne nameler satıyorsunuz? Mashg'ula ko'pirishliq, Qora ko'pirishliq. milyonlar un, birinchi yağ. Un, birinç, yağ var eken. Birinç kança bir siri barıp durun birinç. Bir tep barib turam, birinchi tilati, birinchilar 400, 350, Xo'p. hindi birinchilar 600, 630 so'roq. Ho, hindi birinçler 630. Öteni birinçlerin barıp duran kança diyecektim. O'tgan birinchilar baribdan 600, 650 rupiya bara. Bara deydi. Mana bizlar atı birinchilar bor, mana bular 350, Ho, 400, 300. ho, köp yaxşı, köp yaxşı. Yağ kança bir kutu yağ. Yağım görünüyor dukanımızda. Yağı var 10 litrler 1050 rupiya, 1030 rupiya. Ho, Mana bular 4 5 litreler kança 5 olmasın. litrler 450 rupiya. Ha, köp yaxşı. Ne rakam sudalar merdimin katnaşışı ne rakam suda alışı ne rakam Şükür Ramazan gerinden var ya aval. Bo'lyo yaxshi Ha. shukr. Razı mıyım Razı, vazifenizden? razı. Ha, köp yaxşı. Başka ne mi satıyorsunuz? Başqa mana hem malını yonda adamlarını yonda var. Ha, köp yaxşı. Sağ olun. Aca beren malumatınızdan vaktiniz alacak da kan. Halat ki siz bilen biraz musahibe geçireldi. Bo'lyo, sağ olun. Teşekkür, sağ olun. Sağ olun. Xo'p, mehriman arkadaşlar bizler mana görüşünüz yani Qallamandaya halas ettik qarib. Qallamandaydan geldik, birinci mandayına geldik. Birinci manday diyemizden böyle dinge birinci del. Böyle başka satlarım satılıyor mana tasvirde görüyorsunuzlar. Kadim dost yarlarımızdan birisi böyle meni tanıyıp oturuyor da bu adamı bu yigitimizi sizlere öz adları bile özlerini tanıştırarlar. Birinciden selamlar olsun. Yarı kadim. Sağ olun. Bakır var mı uçmayın? Tekleyeceğim. Hemen sağlık mı inşallah bakır karubarlar. Hoş geldiniz. Teşekkür. Hoş bulduk bugün bana. Ne rakam savdalar, karubarlar, ne rakam birinciden özünüz tanıştırsanız görüp oturanlara. Assalomu alaykum. Mening adım Nasrullo birinchi Pirish. Xo'jara jag'i birinchi Pirishning o'g'li men. Xo'p, ko'p yaxshi. Va birinchi Pirishlik mana hoş geldiniz. Sizlardan kelganlaringiz uchun Teşekkür. bizdan avvallam so'raymiz. Sizlardan teşekkürlük bildiriyoruz. Teşekkür. Va rahmatulloh. Mana Nasır birinci Puruş'un yanına geldik dostlar. Özleri tanıştırdılar. Umid ediyorum ki barnamamızı görüp hoşhal bulup oturan olsanlar böyle dinge birinci değil de Nasırcan'ın başka hem satıyor narsalar eken bu baralarda malumatlarını sorarız. Nasırcan siz aytsanız qaysi narsaları birinciden başka nemeler satıyorsunuz dükkanınızda? bu yerda avvalo bizning umumda birinchimiz mana shu vatani birinchi. Qunduzdan getiriyoruz mana shu yerda do'kondarlar tavsiya etib bermalar. Har kim mana o'zingiz yana ulfatlar kelsa-da yaxshi bir ishlar bor, bir ish deb. Ziraatı bir işlerde mana Pakistan bir işlerde mana mazardan barabar kelyapsiz. Berekerim işlaq do'kondarlar desangiz mana miz desangiz bor mana maaş loblar noqotolarda mana bu un deb, yağ deb, çay deb, sabun deb, kukurt deb. Bu narsa shu guzarana gerek narsa desangiz inşallah mavjud bor. Mavada avaliye bar eken Mavada avaliye denmesi. bor ava. Nasırcan siz aytsanız merdimin alışına rakam, suda aytışına rakam, merdimin rıklardan razı mıyım bugünler kummat mı arzan narsalar ne rakam? Şükür yaxshi savdolar ham yaxshi, narxlar ham arzon. Merdiven ma'lumot iyi, merdiven razı, narxlardan ham razı, hamma narsalardan rahmatulloh. Ho, bir buçu unu soradık narxını o yanda 400, 1250 şu şekilde bar eken. Siz aytdınız barıp duran bara birinçiler bolsa vatani bolsa qancha narx şular?
Barıp duran barabarlar 600 650. 550 600 mana şu rakam rahmetlican. Bir akıb qara pestaran birler alsanız 300 350 rupiya 320 rupiya mana şöyle. Vatan alsanız. Indi birler bolsa sir alsanız bolsa 600 rupiya. Vatanın bir barıp duran 650 kene. Ava. Hindi buruşlar son vatandan qımmat mı? Indi birler xarıştan gelen asa masulü köprek azıcık Aha. qımmatraq. Uni şirliğine vatanı şirine. Vatan köp yaxşı özüm. Şiredar boluyor, mazadar boluyor. Mazadar boluyor ava. Ha. Özüm asasit pişirse Mana yaxşı yaxşı aşpazın elinden duşsa Ava yaxşı. vatan birinci gelecek birinci yok. Şükür Xudoy mana yağımızdan hoca şükür. Ya kaçı ya. Yağlar 490 rupiya, 70 rupiya, Xo'p. 500 rupiya. Ay maşallah arzon ekan ku. Ko'p yaxshi shukr Xudoy. Xo'p, Ko'p ya. arzon. Kunjidan xabaringiz yo'qdir kunjining narxidan. Kunjing narxidan xabarimiz bor rahmatlijan. Xo'p. 550 rupiya, 650 rupiya. 550 650. Ha, do'mlari 550, avvalo 650 bo'lgani. Kunji yog' olsangiz bo'lsa 1800 sira. Xo'p. Avva. Rup qancha so'ng mana bu yerda rup ko'rinıyor va boshqa Rup mayda- makaroni bor. So'ng boshqadan narsa kan ekan bir-biridan so'rab o'tirsak sizning vaqtingiz olib o'tirasiz. Yaxshi. Rup qancha bir quti borib turadi. Rublar yaxshi rublar 100 rupiya rahmatlijan. Xurram rublar maydalari 55 bo'lgani. Avva, boshqa nima deyman? Mana ashlar olsangiz 100 rupiya 2 kilolar, kilosi 50 bo'lgani. Yaxshi avva. makaroni. Yaxshi miz olsangiz 100 bo'lgani. Xo'p, ko'p yaxshi. Avva. Tashakkur Nasirjon beren ma'lumotlaringizdan xush bo'ldik. Vaqtingizni oldik. Kechiring Ro'zaning oyi. Xonanga ulbadim ko'yna qadimim sen mana ya so'rab Teşekkür. kelsing sizlardan juda xush bo'ldik. Tashakkurlik bildiryapsiz xonangizga. Tashakkur Xanavat biz ham xush bo'ldik. Umid etganki ko'ruvchilarim xush bo'lmoqsa. Do'stlar, bizim gaplashishimizni mayda-mayda qarib o'z gazagini tamomlab boryo. Yana bo'lib bilsa bir do'kondan g'ayri ma'lumot olsak, alarsiz bo'lmasa siz bilan son xayrlashamiz. Programmamızın bu bölümüne de hoş geldiniz dostlar. Mana bu yerda da bir ayratin do'kon gördük. Bizler bu yerda tamam narselerin tohumu var. Sorarız Hacı Babadan nemelerin tohumları var ekan. Piyaz u hoş başka qavun tohumachilik var ekan bu yerda. Tarpız neme ki bir zat ekmeli olsa bu yerda görünüyor. Tasvirde görüyorsunuzlar. Selamun aleyküm Hacı Baba, yaxshimisiz? Baxir bami, aramisiz? Birinchidan o'zingizni tanishtirsangiz ko'ryorlar. Otim Hoji Said Amin. Daychixonadan dehqonman. Xo'p, daychixonadan dayakcha ekaningizda, dehqon ekaningiz. Dehqoncha. Nima do'koningiz bor bu yerda? Bu yerda men tuxum ziraat sotaman. Tuxum ziraat, nima ziraating nima qaysi narsaning to'xumlari bor? Qavun bor, tarvuz bor, Xo'p. maqsad piyoz bor, Aha. ro'mi bor, Xo'p. mo'ch bor, tariq, hatto Xo'p. polak bor, Polak. qavun bor, tarvuz bor, Boshqa. boshqa kodicha bor. Oy nomi xudo. Tuxumi gul har rangdan bor, Oy, 47 raqamidan bor. Oy, Tuxumi nam. tarra, bodring, Aha. qavun, Oy nomi xudo. 10 shayki tuxum ziraat yekran manda bor. Gepa sizning yoningizda ekan. Hamma narsa mavjud manda. Hamma zot Yo'rishqa tuxum bor. Shaptal bor. Tuxumi daraxtni tuxumidan har 10 shayki bo'lsa bo'lmanda. Xo'p. 10 shayki tutu, zardolu har narsani tuxumi bor. Xo'p, Hacı aytsangiz, kecha kunduz nimaning ekilgan Shu vaqti? kecha kunduz qavun taruzni vaqti. Qavun tarvuzning vaqti bo'ldimi ekilgan vaqti? Tarra ekiladi, javori ekiladi. Ham isloshidasi bor, ham o'tanisi bor. Vatanisi ham bor. O'tanisi ham Xoriston ham bor. Xo'p, ko'p yaxshi. Chinoy, Ironi va Olandi va Turkmanistoni. Gepa sizda ko'p ekan Hacı Baba. Tuxumi paxta bor. Oho. Har narsani tuxumi sal manda bor. Ay Har nomi narsani xudo. tuxumi. Qancha yoshingizda siz? Men 270 yoshimda. 270 yoshingizda. Qancha vaqt siz ziraat baxshida ishladingiz? Men ziraat baxshidan 45 yildan beri yetaman. 45 yildan beri. 45 yildan beri. Nomi xudo, nomi. 45 yildan. Ham sotaman, ham dehqonchilik qilaman. Xo'p, qishda narxi narsalar ekiliyor, qish fasllari. Qishda bo'lsa zardak ekiladi, shalg'am ekiladi, piyoz ekiladi. Xo'p. Ana shunday narsalar ekiladi. Yoz fasli, issiq vaqtlarni Issiq vaqtda shuni 10 shayki tuxum bosh tuxumlar hammasi ekiladi. Qavun, tarvuz, ro'mi va turpi, bodring, tarra va qavun hammasi ekiladi. Xo'p, boshqadan bir to'xum ko'zimga ko'riniyor mening, nima? Bizlar jagashak diyoruz. Jag'ashay tuxum ham bor, Jag'ashay tuxum. zira ham bor. Jagashak tuxumi ekiliyormi? Ekiliyor. Gulobda. Bu masalan o'rtasida chiqqan yo'qmi o'zi? Ya, uni ziraat salayda, u noq salayda. Go'malak to'xum bormi? Go'malak tuxum yo'q. Go'malak tuxumni minal muttahid beradi uni. Xo'p, Uni ham siz sotangiz yo'q, ha? yo'q. Xo'p, ko'p yaxshi. Boshqa nimalar bor do'koningizda? Boshqa shu bir narsa ekilayotgan tuxum desa Tamam narsa ekilgan narsa bor ekan desa xulasa ko'ring. Mandayda do'stlar, Anxoyli suvallig'i, Anxoy shahrining mandayida namiki bir zat ekchik desangiz mana shularning yoniga kelib bering. Chiziki bir to'xum bo'lsa, chiziki bir narsa bo'lsa, ekilgan zat bo'lsa bu yerda bor ekan. Yo'ni bug'doy bilan arpanqi yo'q. Bug'doy bilan arpanqini o yana olmalı, to'g'rimi? Bug'doy arpadan Bug'doy arpa ham bor.
Tarıgan bu. O da dükkanınızda görünen yok. Ya mu? işkili vakti emasdan onu. Ho, Şimdi öttü de vakti vaktinde. öttü, vakti öttü. Tarıgan bu. Ho. On şey deyildiğinden tukumsa bomanda. Ha, teşekkür. Acaba benim malumatlarınızdan. O dostlar bana acabadanın bir malumat soradık. Hem an şey bir tohum olsa, ekilyon olsa, yere sepilyon olsa bar eken. Ne rakam tohum olsa buradan istesenizler tap biliyorsunuz. Acaba ahirde ne açacak sözünüz be görüyorlar? Ahırda görürler. Aytaman ki maksat. Ne mi diyseniz deyin? Görürler. Xahiş kılaman ki her kime tukum gerek be sana şu dükkandan kilo. Kardı pırış kılıyorsun. Aslı İnşallah. matlab ayttınız. Ha. Olsa sotaman, sotsa olaman inşallah. Ha. Köp yaxşı. Teşekkür sağ olun malumatlarınızdan. O dostlar teşekkürlük bildiriyoruz Acıbuadanam. Biz bilen bolup durunglar, yine hem tazepler sizlere görkezeriz. Yine hem bir gezek aziz ve hurmatly görücüler hem bilenize ahirde hem kızgın mehirden ve muhabbetten salamlarımızı takdim edip bizler hem şu yerde gepleşimizi tamamlıyoruz. Umid ediyorum ki hem bilenizin yüreklerinizden cayılıp lezzet bağışlanması. Bugünkü barnamamız Anxoy şehrinin Galla mandayında karar tapandı. Anxoy şehrinin Galla mandayı umid ediyorum ki barchalarınıza yakını tamam olan bolsa, narx-navaları bolança dostlar sizler için tanıştırdık, malumat verdik. Umid ediyorum ki yakını tamam olan bolsa. Eğer bir an biz taraftan ya Ibadlabaş taraftan kamera başında sağ hata geçen olsa geçirin dostlar. Çünkü bir narsani herkese aytıyorum dostlar, men tasviri başında köp işlep görem yok. Onun için hem bazı kemçilikler olsa ustadlarımızdan, dengdoşlardan, hamkarlarımızdan ötüş soruyorum. Mahi mübarek Ramazan hem elinize kutlu olsun, taat ve ibadetleriniz kabul olsun. Dünyanın her yerinde bolsanızlar sağ, aman, dinç yaşayın, işlerinize bereket, üstünlük arzu ediyoruz. Yaxşı umid, yaxşı istekler bilen şöyle barnamamızı cemliyoruz. Ta yine hem duşinçak şu yayılımlarda Xuda hafız, sağ olunlar.